cholg'u asboblarini chiroyli ijro etib berishdi. Mana orqamizda turgan Kattaqo'rg'on shahar 14-maktabning Navo jamoasi o'sha maqom yo'nalishida ichida eng og'ir o'sha mukammal professional tarzda cholib berishdi. Hatto hakamlar hay'ati ham o'rinlaridan turib ularni qarshi olishdi. Men o'ylaymanki, o'sha oxirgi yillardagi olib borilayotgan islohotlarning natijasi deb Samarqand shaharimizdagi 80-maktab jamoasi, Turon jamoasi esa o'sha Turon maktab teatr jamoalari o'rtasida respublikada birinchi o'ringa ega bo'lishdi. Ular o'sha Alisher Navoiy hazratlarining Lisoni Tayr qush tili asaridan parcha olishdi. Tan olish kerak, kecha mana ommaviy axborot vositalaridan ham barcha teletomoshabinlar ko'rishdi. Katta maydonda qo'yib berishdi. Aynan buning tarbiyaviy ahamiyati ham katta. O'sha davlat rahbarimiz juda ham ko'p bora tilga olingan o'sha ajdodlarimizning asarlari bilan tarbiyaviy ahamiyati qolaversa, Alisher Navoiy hazratlarining asarlarini bolalarga ko'proq ongga singdirish, bolalar aynan shu tili asarini jamoaviy birlashish, maqsadga erishish, sabr toqat, ilm ma'rifat yo'lida sabr toqat bilan mehnat qilishni aynan sahnada ko'rsatib berishdi. Men o'ylaymanki, bu juda ham bizlar uchun katta yutuq. Bunda yana ham bir katta shijoat bilan barcha kelajak markazlarini maktablarimizda o'sha dolzarb 90 kunlikda tarmoq to'garaklarini ochib, o'sha madaniyat, san'at, fan yo'nalishlarida ham o'quvchilarimizda o'sha iste'dodlarni, iqtidorlarni ko'rsatishga harakat qilamiz deb o'ylayman. Va bu berilgan birinchi o'rin yana ham bir mas'uliyat yuklaydi, chunki keyingi tanlovlarda ham xuddi shu nimani yemishga ushlab qolishimiz kerak deb o'ylayman. Barcha ota-onalarni, Samarqand ahlini, qolaversa barcha o'quvchilarimizni bugungi tantana, bayram va yutuq bilan chin dildan tabriklayman.